Hozirda sun'iy intellekt bo'yicha juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda ham. Men ham aynan mana shu ishlarga o'z hissamni qo'shish niyatim bor hozirgi kunda. Universitetimizda bu ishni amalga oshirish uchun hamma sharoitlar yetarli. Hamma kerakli jihozlar, kompyuter, hamma tarmoqlar juda ham yaxshi ishlab beradi. Bitta intellektim bor, ya'ni bu intellektni noldan boshlab o'zim yozganman. Men buni boshlashimdan avval platniy prilojeniylar bo'ladi, ya'ni ilovalar bo'ladi. O'shalarning ichidan bittasini olganman. Ya'ni o'shalarning ichidan bittasini olib qarab chiqqanimda, u shu narsaga mo'ljallangan edi, algoritmik tenglamalarni ishlash uchun. Keyin o'shanda hayolimga bir narsa kelib qolgan. Tenglamalar deganda, butun dunyoga hozirgacha hech kim yecha olmagan 6 ta tenglama mavjud. Uni hozirgacha hech kim yechmagan, to'g'ri, lekin juda ham ko'plab odamlar harakat qilgan, buni ustida ishlab, lekin hozirgacha javob topilmagan. O'zim uchun yozgan intellektim aynan mana shu tenglamalar ustida bo'ladi, lekin bu hali to'liq ishlamaydi, to'liq ishlashga hali dasturlashtirilmagan. Chunki menda unaqa darajada uni to'g'rilab beradigan super kompyuter yo'qligi sababli hozirgi kunda uni davom ettiryapman, ya'ni kodlarni yozishni. Sun'iy intellektni O'zbekistonda hali hech kim to'liq ishlata olmagan. Ishlatgan bo'lishlari mumkin, lekin to'liq emas. U qanday ishlab beradi? Masalan, men unga savol berdim, u menga javob berdi. Hozirgi kunda sun'iy intellektdan juda ham ko'p talabalar foydalanadi faqat savol va javob uchun. Lekin sun'iy intellektning shunaqangi funksiyalari bor. U hali O'zbekistonga endi kelganligi sabablidir balkim. Odamlarda sekin-sekin bu haqda taassurot uyg'ona boshlaydi albatta. Lekin sun'iy intellekt 1956-yilda birinchi marta sun'iy intellekt deb o'sha sun'iy intellekt atamasi kiritilganda, fanga kiritilgan. O'shandan beri boshqa davlatlarda bu haqda bosh qotiriladi, bu haqda yangiliklar yaratiladi, bu haqda juda ham ko'p nashriyotlarga e'lon berilgan. Talabalarga birinchi aytib o'tib ketadigan gapim, sun'iy intellekt o'zbek tilida to'liq ishlab bermaydi. O'zbek tilida to'liq ishlash funksiyasi yo'q chunki. Agar siz intellektdan to'g'ri va aniq javob olmoqchi bo'lsangiz, siz yoki ingliz yoki rus tillarida unga savol berishingiz kerak bo'ladi. Shunda ham agar intellekt sizga javob bera olmasa, agar sizni bergan savolingiz to'g'ri bo'lmasa, u tushuna olmasa, o'sha savolga yaqin javob beradi. Lekin bu to'g'ri degani emas. O'rganishdan ko'ra yaratish yaxshiroq. Yaratilgan narsani o'rganishdan ko'ra, ular yaratgan narsani boshqalar o'rgansa, bu yaxshiroq bo'ladi. Bu o'zlariga ancha kelajagiga nima deydi, yaxshi ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri, bu qiyin, ancha vaqt oladi, ancha sabr oladi, lekin amalga oshirsa bo'ladi. Yo'q degan narsa bo'lmaydi. Yo'q degan narsa yo'q o'zi. Yo'q degan gap qayerdan paydo bo'lgan? Yo'q degan gap bu dangasalikdan, qo'rqoqlikdan, ishonchsizlikdan paydo bo'lgan. Talaba degani havas qiladigan narsa, lekin to'g'risi havas ham qiladi, lekin buning o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham, mashaqqatlari ham bor. Chunki bir kunda 4-5 soat o'qisak, keyin yana 2 soat ishlashimiz ham kerak bo'ladi, dars ham qilishimiz kerak bo'ladi. Buni hammasiga albatta vaqt kerak bo'ladi va undan tashqari qanchalik ko'p muammoimiz bor. Masalan, oilaviy sharoit deylik yoki qanaqadir munosabatlardagi muammolar deylik, hammasida albatta inson bir marta bo'lsa ham orqaga qaytishga harakat qiladi, chunki zerikadi, charchaydi. Bo'ldi, to'xtataylik, orqaga qaytaylik. Yo'q. O'sha paytda biroz jim turish kerak. Ozroq sabr qilish kerak. Balkim oz qolgandir. Aynan mana shu sababdan ham men ko'proq harakat qilishim kerak. O'shaning uchun ham ko'proq harakat qilib, ko'proq oldinga qarab harakatlanishni yaxshi ko'raman. Hozirgi kunda bizning universitetimizda juda ham ko'p talabalar bor. Ularning ichida iste'dodlilari juda ko'p. Lekin ularni ko'ra bilish kerak, tanlab olish kerak. Hozirgi kunda universitetimizda juda ham ko'p talabalar bor, ya'ni iqtidorli talabalar bor. Ularni yuzaga olib chiqishimiz kerak, ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, ular bilan butun bir jamoa bo'lishimiz kerak. Ular bilan ko'proq ishlashimiz kerak. Chunki biz millat tayanchimiz.